Bu La Masiyaning 13 yoshli vakili Fode Diallo. Bu bolakay juda qisqa fursatda bolalar futbolidagi birinchi raqamli yulduzga aylanib ketdi. Diallo 2024-25-yilgi mavsumda 30 ta o'yinda 96 ta gol kiritib, Lamin Yamalning rekordini yangilab yubordi. Kelib chiqishi Gvineyalik bo'lgan yosh futbolchi Barselona U13 a'zosi sanalib, 7-raqamda to'p suradi. U o'zining universalligi bilan ko'plab mutaxassislarning e'tiborini tortgan. Pozitsiyasi markaziy hujumchi bo'lib, bemalol qanotda ham harakat qila oladi. Ispan jurnalistlarining aytishicha, uning mental holati Ronaldonikiga o'xshashib ketadi. Sovuqqon va shu bilan birgalikda juda ham xarizmaga boy. O'yin payti to'liq fokusni maydonga qaratadigan bolakay gol kiritganda uni turli uslubda nishonlab, muxlislarning e'tiborini tezda qozongan. Nima deb o'ylaysiz? Dialloni qanday kelajak kutib turibdi? Va siz unda Ronaldo bilan o'xshashlikni ko'rdingizmi? Kommentariyada izohlaringizni yozib qoldiring. Like bosing, obuna bo'ling. Diallo. Bu bolakay juda qisqa fursatda bolalar futbolidagi birinchi raqamli yulduzga aylanib ketdi. Diallo 2024-25-yilgi mavsumda 30 ta o'yinda 96 ta gol kiritib, Lamin Yamalning rekordini yangilab yubordi. Kelib chiqishi Gvineyalik bo'lgan yosh futbolchi Barselona U13 a'zosi sanalib, 7-raqamda to'p suradi. U o'zining universalligi bilan ko'plab mutaxassislarning e'tiborini tortgan. Pozitsiyasi markaziy hujumchi bo'lib, bemalol qanotda ham harakat qila oladi. Ispan jurnalistlarining aytishicha, uning mental holati Ronaldonikiga o'xshashib ketadi. Sovuqqon va shu bilan birgalikda juda ham xarizmaga boy. O'yin payti to'liq fokusni maydonga qaratadigan bolakay gol kiritganda uni turli uslubda nishonlab, muxlislarning e'tiborini tezda qozongan.